Assalomu alaykum O'zbekiston 5000 ta bo'ldik. Barchaga katta rahmat. 14-yar va esda qolarli bo'ldi. O'zbekiston barchaga rahmat. Xudo xolasa 10 million bo'lguncha harakat qilamiz. Bosamiz gazini. Barchaga katta rahmat yana. Assalomu alaykum qadrdonlar. Doim bir narsani boshlamoqchi bo'lsangiz, oldingizda hojaga deb turib, ishlaringiz yurib ketsa, dada deb olib, ishlaringiz yurmasa, doim ustingizdan kuladigan pidar, ichiga ag'ir parazitlar bor. Parazitlarga bitta murojaatim, birovning ustidan kulganidan ko'ra oldin anaqa qarab olish kerak. Bunaqa pidarazligingizni bilasiz. Shunaqa pidarazlarga tashlanglar. Bu video 1 milliondan o'tib ketadi, chunki O'zbekistonda unaqa pidarazlar 1 milliondan bosadi. Assalomu alaykum jigarlar. Butun dunyo qarshi bo'lyapti meni internetga chiqqanimga. Umuman Instagram ham pam berib yubordimi, spam berib yubordimi, vash prosmotrlar, axvat 3 millionga chiqib ketdi. Hozir 2 million 100 ga tushib qolibdi 3 kunda ichida. Qanaqasi bu? Вообще shunaqa darajada men baxti qaromanmi? Bitta podpiska bos shunchalik qiyin. Hech bo'lmasa 14-yanvargacha 5000 ta bo'laylik jigarlar. Ayollar bo'lsa bitta ehson qilib tashlaylar. Nima endi? Mana shu bitta podpiska bos. Bekarga-yu, bir foydam tegar. Men qanaqadir bir jinoyatchi emasman, yomon yo'lga yetaklamaymansizlar jigarlar. Boschilik ozgina sizni mehringiz ketsa ketibdi. Hech narsa bo'lmaydi-yu jigar. Bitta bosib qo'ying, biz ham chiqaylik. Yugurib gapirsam yana biri bor. O'tirib gapirishni xohlamayman. Nimaga? Tez gapirish kerak. Vaqt yo'q, hammada bilib turibman. Bitta padishga qo'yinglar, hech bo'lmasa kechki 12 gacha 5000 ta bo'laylik jigarlar. Osaylik iltimos. Iltimos, o'tinib so'rayman, iltijo. Bitta bosib yuboringlar. Yalintirib yormanglar o'zi. Mahallada nomim chiqib bo'ldi. Endi butun dunyoda chiqsan, chiqqanga yarasha. Bosamiz O'zbekiston olg'a. Assalomu alaykum jigarlar. Men ismim Rustam Ali, yoshim 30 da. Andijon Oltinkor xonadonida video yashayman. Meni maqsadim 2026-yil yugurib gapirishni trendga olib chiqish. 2025 Tohirov bilan Xurshidbek yili bo'ldi. Nima uchun? Mendan 10 yosh kichkina bolalar nimagadir erishishim mumkin, men erishishim mumkin emas. Oddiy video olib shunaqa darajaga erishyapti bolalar. Men qasd qildim, xudo xolasa, bu yil 2026 meni yilim bo'ladi. Butun dunyo bo'yicha yugurib gapirishni trend qilamiz, xudo xolasa. Bekarchilik emas, 12 yildan beri sartaroshman. Bekarchilikni targ'ib qilish niyatim yo'q. Xudo xolasa, hunar bilan ketaveradi ikkovi. Teng butun O'zbekiston padeshga qilamiz. 4 yil bo'lgan birinchi ochgan akam. Lekin bu akkauntni ochdim. 10 kunda 4000 ta obunachi barchalarga rahmat. Butun O'zbekiston qo'llab turasizlar. Padishkadan so'qiladi jigarlar. Hammasi bitta bo'lib ehsonlar qilib Instagramda qo'lga olamiz. Kerak bo'lsa 100 ta video qo'yaman bir kunda. Bosamiz O'zbekiston. Assalomu alaykum akalar. Abetgacha hech kim kelmadi. Ukamni chaqiraman, endi sochini olyapman. Libos tarqatib, pul yo'q, ish yo'q. 14-yanvar pul bo'lsa yana bir bor. On 14-yanvar kuni ham ayollar bayram qiladi shekilli. Bironta erkak zoti yo'q ko'chada. Nimalar bo'lyapti? Bitta ham soch ogizgan yo'q. Bayram yo'q ekan-a erkaklarga. Odammizmi biz ham, insonlar? Hammasi o'tib ketyapti-yu. Birondan so'ng qolamizga ham. Vosila tarqatib qo'yinglar. Assalomu alaykum paryadishning mujiki. Bugun 14-yanvar, lekin umuman 14-yanvarligi bilinmayapti akalar. Mana o'sha margat qilish boshlandi akalar. 14-yanvarmi? His qilmayapmiz-ku. Akalar, kechgacha sizlarga vaqt, mana kommentga nima olganinglarni bayramga yozib yuborasizlar. Xudo xolasa 8-marta 2 baravar qilib qaytaramiz. Lekin sog'a olmasanglar ham bo'laveradi, chunki sog'a olish uchun ayollar baribir o'zimizdan pul olar ekan. Xatolar chiqarursam hali baribir xizmatchilarda yugurib ishni boshlaymiz. O'zbekistonga. Assalomu alaykum jigarlar. Bugun 4-yanvar, xudo xolasa barcha vatanimiz posbonlarini vatan himoyachilari kuni bilan tabriklaymiz. Ayollar nechta kuzatyapti buni bilib olish uchun iloji boricha maksimal vatanimiz posbonlarini tabriklab qo'yamiz. Meni bitta bratishkam bor, Xushnudbek. Omad tilaymiz. Biz bormagan bo'lsak ham
Bizning nomimizdan ham chiroyli xizmat qiladi. Bosamiz Rustam Ali barbiy xizmatchilarida 14-yanvar bilan barcha vatan himoyachilarini tabriklab qo'yamiz. Bosamiz. Akalar hozir bittasini to'xtatib, hozir sochini olmasak, vashi bo'lmayapti. Akalar to'xtataman desam, sekin yuryapti. Hozir to'xtatib yuboramiz. To'xting. Qachon olamiz sochni? Hozir olib kelyapman. Qaydan? Ustam shou-menda. Rostdan. Taniysizmi bolani? Zo'r usta. Ishlariga gap yo'q. Bo'ldi. Ash bolani taniysizlarmi? Tarqatib qo'yinglar. Shoumen degan pidaraz bola chiqibdi, soqollarni olyapti. Bo'pti, bosib qo'yamiz akalar. Aka kelib turavering biz tarafga. Xo'p, yaxshi boring. Qani olinglar, shoumen. Rizqimizni yarimta qilyapti, yaramas. Hammani soqolni olyapti. Bekarga olyaptimi nima bola, hammasini o'g'izlayapti, yaramaslar. Assalomu alaykum. Yozib qattiqlar. Assalomu alaykum.